Hazrati Musa va Fir'avn xalq oldida bahslashib qolishibdi. Hazrati Musa meni Rabbim Nil daryosi bilan Misrga hayot bergan deydi. Fir'avn esa men istasam Nilni teskaroq zaman deydi. Hazrati Musa qani ko'rsat degach Fir'avn vaqt so'raydi. Ertasi kuni uchrashishga kelishishadi. Hazrati Musa yaratganning buyrug'ini bajarish niyatida uyiga ketadi va dam oladi. Fir'avn esa Musoning Rabbisiga duo qiladi. Ertalab Nil daryosi oldida uchrashishadi va Nil daryosi Fir'avn aytganday teskari oqa boshlaydi. Hazrati Muso yaratganga nola qiladi. Men sen aytma degan narsani aytmadim, nega bunday qilding deydi. Seni aytganing to'g'ri edi deydi yaratgan. Ammo sen uxlayotganingda u duo qildi.